Voy muchachanga. Hammaga bonjour, sava nana. Voy qizim keldi. Yaxshi keldingmi qizim? Onani kim? Kelin bu. Ona qismatkormi deyapman. Zamonaviy tilda kelin deyiladi-da. Hamma joy chang bo'lib ketibdi. Burnimga virus tushibdi. Nimalar olib kelding qizim? Italiyadan qimmatbaho kiyimlardan olib keldim oyijon. Ko'rsatchi. Da. Oyijon bitta topdim, qimmatga oldim. Shuni qimmatga oldingmi? Nimaga xursand bo'lyapsiz? Yur bu yoqqa. Mana sen olib kelgan idish, ha? Mana uni kelning olib kelgan idish. Ikkalasi bir xil. Bo'lmagan ekan, qayerdan olib kelding? Bagima 002 dan. Shunaqami kelin? Shunaqa. Nurafshon ko'chada joylashgan. 12 talik bagimachi atigi $99. Yuribsizda chet elda qimmatiga olib, o'zimizda suv tekin. Qani qizim ol. Voy, issiqqa yemayman bu qo'tizdi. Tez sovutib keling. Apting sovuq tiqilib. Mana sovigan ovqat. Men sovuq ovqat yemayman. Svejiyman. Menga qara, yeysan. O'zingni kimni yasab olding? U yoqqa borib kelganingga 3 kun bo'ldimi, yo'qmi? Xizmatkor deysan. Menga qara, u yoqda qimirlagan narsani og'zingga tiqqansan-ku, mana uni ko'zingga surtib yesang nima qiladi? Yig'ishlab, ha? Yeysan, tushundingmi? Yeyman, oz yeyman. Yomon yedim lekin.